Bugün Xudo xolasa 9-may. Urganch Dekkan bozor dolib ko'rsatamiz hammaga. Assalomu alaykum deb. Yangiliklarni zo'rlari bosira. Qo'ldan kelgancha yangiliklarni yetirib boramiz. Xullas qaranglar. Ishi tez kunlarda Rossiyaga mashin chiqib ketadi Sankt-Peterburgga. Bir emas ikki mashin. Agar yuk odam bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Shuni videosini qo'yib beraman. Hem Rossiya hem O'zbekiston telefon nomerlari bo'ladi videoda. Shuni ko'ringlar, keyin masala yangiliklarni yetirib beraman. Bir emas ikki tachak, Xudo xolasa Xorazmdan Sankt-Peterburgga chiqib ketadi. Mashinada yetamandan yurtdoshlarimiz bu videomuz. Agar sizlarning qarindoshlaringiz Sankt-Peterburgda ishlab yurgan bo'lsa, yuk berib bersangizlar, yuklaringizni ham olib ketadilar. Agar Peterda o'tirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, vazlaringiz bo'lsa, u yana beraman desangizlar, ular ham olib keladilar, Xudo xolasa. İkisi bir-birinden miyakki maşinlar, tachaklar. Peter'a qatnab yurgan maşinlar. Endi ko'p yurtdoshlarimiz biladi bu maşinlarda kelganlar bo'lsa. Ekranda o'zbek nomer, rossiyskiy nomerlar qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol shopirlarni o'zlaridan chiqarasizlar. Posrednik emas bular, to'g'ri prямо o'zlariga yetadi. Tamojni olib borib tushirib ketadi, u holat nelar bo'lmaydi. Garantiya shopirlari. Esa bu videomizni yaqinlara tashakkurlar. Kim mashinada ketaman desa, Peter'a. Xullas, dollar kursuna keladigan bo'lsak, $100 bugun bozorda 1.205 dan tutib ta 1.212 dan olib o'tdilar. Bugün bank işlemedi fakat bozor ishlaydi. Keyin rubl 1000 rubl 155 dan 158 ming so'm oldim. 1000 tanga 25 ming so'm. 100 euro 1.370 1.380. Türk lira 1000 liramız ham 250 mingdan o'tibdi. Bugungi yangiliklarimiz shunday. Sog' bo'linglar, biz kuzatishni davom qilinglar.